Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Nadir kitoblar yetakchisi bir kitob bir olam programmasi davomli huzuringizda bo'ladi. Uyg'ur muqam san'ati xalqimizning jumladan butkul insoniyatning o'rtaq g'ayri moddiy madaniyat mirosi. Bu madaniyat mirosini taraqqiy qildirish va uningga vorislik qilish adabiyotimizning muhim bir vazifasi bo'lib qoldi. Shunga Muşu varislik hizmetinden tamçı olgan Muqam Varisleri namlıq bu roman nəşrdən çıxıb kən okurmanlarımızdan qızğın alqışığa sazavər bo'lib kelməkdə. Bu romanni bizning mərhum yazğıcımız Ahmetcan Qurban Sabiri Efendi yazgan və roman Şinjan Xalq Nəşriyyat tərəfindən nəşr qılınıb. Şərq Şamil quruluşu kitab nəşr qilish türüge kirgizilgan. Bugün biz dal mushu roman haqida suhbat quramiz. Oldindan men bugungi suhbatimizga ishtirok qilgan 3 aziz mehmonni ko'raman do'stlarga tanishtirib o'tay. Şinjan Xalq Nəşriyyatı'nın kandidat ali muharriri, adabiyat magistri Barijan Zafar Efendi. İli oblastlik siyasi kengash tarix materiallar komitetining mas'ul muharriri, shoir, obzorchi Dolqun Rozi Efendi. Beijing Til Madaniyat Universitetining studenti, yetilvatgan shoir Abduveli Abdishkur. Bizga ma'lumki, muqam faqat o bir naqsh usul hadis bo'lib qolmasin, o bir madaniyat hadisi, o bir ruhiyat hadisi. Yani ki bu insaniyatning ruhi qatlamlarini tutib ketadigan bir ma'naviy fasil amgiki. Uningdan boshqa yana biz xalqimiz uzun yillardan beri yurt makonini, o'zi yaratgan madaniyatlarni qanchalik so'ygan bo'lsa, o'zining muqam san'atini shunchalik so'yib kelgan, qadrlagan va ajdodlarimiz avlodlarga buni yetkazib bergan. Barija aka, mush xususda sizni so'rab qolsam, muqam varisligidan iborat shunday bir Uyg'urninki muqamlarni bolalarga yetkazib berish, buni tadqiq qilish, buni miros qoldirish masalasiga tutishadigan, ya'ni kelib bolalarningki yosh aloyilik bir taqishadigan, bolalarning qiziqishiga, psixikilik aloyidiriga shundaqla muqamni tushunishga asqatadigan shundaq bir romanninki vujudga kelishini biz davrning taqozosi deyishimiz kerakmi yoki bolalarning estetikalik talbidan kelib chiqqan bir ijodiyat jarayoni deyishimiz kerakmi? Ahmetcan Qurban nima uchun shu temaga murojaat qildi? Nima uchun shu temaga qalam tavratdi deganda buning bir tarixiy ar ko'rinishi bor. Ahmetcan Qurban'da muqam san'atiga bir cho'nqur muhabbat bo'lganligi uchun bu temani qo'lga olgan. Men Ahmetcan Qurban bilan yaqin munosabat o'rnatgan. 2009-yili 8-oyda bo'lsa kerak biz uchrashdik. Uchrashib ijodiyat to'g'risida fikrlashdik. Fikrlashganda men uningdan nima yozayotsan deb so'radim. Ama çoğun narsa yazmadım. Bir kısım şiir, makal degan narsalarni yozdim. Çoğun narsalar ustida endi o'ylanmoqchiman deganda men sen shu muqam to'g'risida bir narsa yozib baqsang bo'ladi. Shu bolalar temasida muqamni tunishtiradigan, uning varislik qilish aks etkazilgan bir asar yoz. Bu yaxshi chiqish mumkin dedim. 90-yillarda Şinjan Uyg'ur Abdunur rayonlik muqam tadqiqot jamiyati bo'lgan. Bu muqam jamiyatidagi faoliyatlar gullangan. Nurg'un 12 muqam doir kitoblarni nashr qilgan, ilmiy muhokama yig'inlarini uyushtirgan, sizga ma'lum balki. Yakkanni yig'in ochdi, Bejingni yig'in ochdi, Makkatni yig'in ochdi. Nurg'un joylarda olim mutaxassislarni tashkillab, cho'ng ko'lamli yig'inlarni ochdi. Shu chog'larda muqam tadqiqotidan aytdi, mo'l natija qo'lga keltirilgan davr deb aytsak bo'ladi. Shu chog'da Ahmetcan Qurban shu faoliyatning hammasi ishtirok qilgan. Boshdan oyoq hammasi ishtirok qildi. Bir qismiga muxbirlik salohiyati bilan, bir qismiga vakillik salohiyati bilan ishtirok qildi. Shu jarayonda bu muqamniki buyuk qudratini, xalqimizning biba go'ri ekanligini cho'nqur tunib yetdi. Shu chog'larda biz Ahmetcan Qurban bilan shu muqam to'g'risida pat-pat so'zlashib qolatdik. Demak, sizning tavsiyangizni qabul qildidan keyin, ha? Shunday. Shu vaqtda men shu temani chiqarishim bilan Ahmetcan Qurban hayajonlandi. Bo'ladi, men shuni qalam tavratay. Men muqam jamiyatiga, shundaqla muqam jamiyatining mas'ul bo'lgan Mamtum Yusuf akaga cho'nqur hurmatim bor. Men shu odamni bir bosh personaj qilib bir roman yozay dedi.
Şunun biz kurulmuş üstüde azırak kengashib buni bir mo'ysif kishini bir mo'ysif kishining obrazi yaratilib, muqomning hamma taraflarini pishiq biladigan, muqom tarixini, muqom chilishni, muqom o'gitishni biladigan. Mesela romanning Mantimin aka. Shu adamni aynan olgan buningda. Albatta buning hamda badiiy darajasi ko'tarildi-da, buningda muqom chala oladi, ham boshqa jihatlarda iqtidorni ayt ko'paydi. Tadqiqot qila oladi. Shundoq tadqiq qila oladi. Shundoq qilib shu bir qurilmasini dastlab qadamda yozgan bo'ldik. Yozib qaytib ketib, Ahmadjon bu muqom ustida qayta o'ylanish, qayta o'rganish, qayta izlanish bosqichidan boshlangan kesib. Shuningla oxirgi hisobda bu romanni 1,5 yildan ortiqroq vaqtda o'tkazib chiqdi. Bu romanni rasuldan biz bir badiiy fikr xazinasi desak bo'ladimi deganmi deyman men. Do'konga. Nima deganda buningda shu bizningki madaniyat hadisimiz 12 kun qolib chiqirgan nurg'un narsalar bor. Do'konga sizdan so'rab boqaymi, shu muqam varislari degan bu roman Uyg'ur xalqining qaysi xil turmushiga va ro'yat qatlamlariga bag'ishlangan. Uyg'ur millatining hayotini, turmushini san'atsiz tasavvur qilish mumkin emas. Chunki san'at Uyg'ur millatining ma'naviy ro'yiga, jiniga, qiniga singib ketgan mushundaq bir mavjudlik. Chunki bizning millatimiz takla makondan iborat, mana mushundaq bir o'zgacha hayotlik zonasida yashagan. Bu yer qumliqlar, tog'lar, cho'lliklar giralishib ketgan. Şu çöllükler arasındaki derya iqillardan hasıl bo'lgan bo'stonliqlar bu yerni bag'ishlab yotgan o'zgacha mushunaq bir muhit. Shunlashqimi millatimiz san'atga, ma'naviy qo'shanliqqa, ma'naviy jihatdan o'zining istaklarini qondirishga ajoyib hirisman millat bo'lib yetilgan. Mana bu xil jug'rofiy muhit ularga san'atdan iborat mushu ma'naviy angishlarni o'ziga do'st tutish, uni o'zining ma'naviyatining bir mushundaq bir tangshiga qilishdan iborat mushundaq bir taqdirni baxshanda qilgan. Shunlashqimi bu romanda Uyg'ur millatining san'atni qadrlab yashash, san'atga o'tliq ishtiyoq bog'lash, san'at aqidasi kuchida hayotni suyib yashashdan iborat o'zgacha mushundaq san'atlashgan turmush realligiga bag'ishlangan. Onundan başqa san'atni angushtar qilib turib, yana san'at tafakkur orqali go'zal kelajakka, hayotga, dunyoga yuzlanishdan iborat. Shundaqla o'zining hayot haqiqatlari, hayot go'zalliklari ustidagi izlanishlarni qanotlantirishdan iborat ruhiyat qatlamiga bag'ishlangan roman desak xatolashmaymiz. To'g'ri. Muqam varislar nomli bu romanni haqiqiy turdagi bolalar romani deyish kerakmi yoki buni bolalar turmushiga bag'ishlangan roman deyish kerakmi? Siz ham bir adabiy obzorchi, ham shu o'zingizniki shu ko'z nuqtasi obyektingiz bo'ldi-ku. Mush nuqtani chiqish qilib turib, mush masalaga bir sharhlab, mush masalaga bir baho berib o'tgan bo'lsangiz. Adabiyotimizda endi roman, bolalar romani, cho'nglar romani yoki yoshlar romani deb ayrilmaydi. Endi mushu balalar turmushiga bag'ishlanganligi uchun, demak, kitobda bola personajlar ko'proq rol olganligi uchun, balalarning mushu hayotdagi intilishlari, balalarning talpinishlari, balalarning estetik izlanishlari, balalarning mushu psixika va go'zallik jihatdagi, jismoniy jihatdagi, ma'naviyat jihatdagi yetilishlariga bag'ishlangan romanlar bo'lganligi uchun biz ba'zi romanlarni odatda endi balalar romani deb qo'yamiz. Hayotda cho'nglar, masalan bir oilani olsak, bir oilada bova, mo'ma yoki ota-ona, bola chaqa, navri chavri degandek aralash yashaydigan. Bizim Uyg'urlar uyushqoq millat, Uyg'ur jamoalashgan bir millatda, ijtimoiylashgan millat bo'lganligi uchun buningda bu xil reallik aynan aks etib turdi. Shundoq bo'lganligi uchun aqlliq bolalar yoki bo'lmasa aqlliq bolalar adabiyot yozuvchisi yoki bo'lmasa yaramliq yozuvchi mushu balla haqida roman yazsın, cho'nglar haqida roman yazsın, mushu xil turmush realligini gralashtirib ifodalaydi. Ahmadjon Qurbon Sabiri akamiz mana mushu xil turmush realligini o'zgacha badiiy dil bilan kuzatgan. Shunlashqa bularni gralashtirib, bir qaramoqqa cho'nglar, balalar, demak hayotdagi barliq reallik ko'rinishlari mujassamlangan romanga aylantirib etgan. Abdulla romanda nurg'un personajlarga duch kelamiz. Nayt nurg'un personajlar, mayli cho'nglar bo'lsin, balalar bo'lsin, buningki personajlar qatlam murakkab. Nayt nurg'un personajlar odamdan tortib jonliqlargacha
tabiat dunyosini tortib ijtimoiy dunyogacha rangarang muhit bor. Mush rangarang muhitda rangarang ish faoliyatlar bilan shug'ullanadigan rangarang personajlar tizimisi va qatlami bor. Mush personajlar sizga bakrak ta'sir qilgan personajlar qaysi? Endi bu personajlarninki ichida menga bakrak ta'sir qilgani, endi o'zim bir o'sib yetilayotgan yosh o'smir bo'lish sifatim bilan, masalan, tunji romanni qo'limga elibla oldi bilan Qudrat dan iborat bu to'liqsiz o'rta maktabninki 2-yilida o'qiyotgan 14-15 yoshlar chamisidagi bu personajga diqqat qildim. Chunki masalan romanninki beshig'iga qaraydigan bo'lsak, dastlabda bu Mamtimin buvayninki, ya'ni 70 dan halqagan qaddi qomatlik muqamshunos Mamtimin buvayninki rak muqamininki muqaddimasini shu satar bilan chilayotganligidan boshlandi. Uningdan keyin Qudratlar bularninki uyiga keldi. Demak, Qudrat bilan Ra'no ikkisi hisobda Mamtimin buvayninki navrilari. Demak, bu ikkisininki alohidaligi boshqa personajlarga bir oldinala bir yo'l ichib berdi desam bo'ldi. Uning ustiga hamda Qudrat bilan Ra'no bir qadar o'zgacha ham shundaqla avtor mehr muhabbat bilan tasvirlagan. Chunki bu asarninki asosiy liniyasi shu muqamga varis qilish bo'lganligi uchun mushni jip chiqib turib, uningdan keyin atrofida nurg'unlagan do'stlar, saboqdoshlar chiqdi. Shun Qudrat, Ra'no, uningdan keyin Jur'at va g'ayrat hip-hop va bo'libmi bolalarni bakrak jalb qilgani, menim jalb qilgani g'ayrat hip-hop. Bularning o'sha har bir o'quvchininki personajninki ro'yitidagi o'zgarishlarni shundoq apchillik bilan, moyirlik bilan bizga ko'z tutmagan. Qadrli ko'rman do'stlar, biz endi Muqam varislar nomli romanninki o'qirmani Akbar Ahmadjon Sabri afandining yurak so'zlarini anglab boqaylik. Mərhum dadam Ahmadjon Qurban Sabri endi bolalar uchun jami endi 5 bolalar romanı yazdı. Bunun içinde de Muqam varisleri dadamның hayotining oxirida yozgan romanlarning birisi. Endi dadam bu romanni yozishda endi bu roman asli Şinjan Xalq Nashriyatining dadamga havola qilib yozilgan romani. Bu romanni yozishning oldida dadam endi shu o'z endi Muqam yoki san'atkor bo'lmaganligi uchun shu Muqamga oid nurg'un materiallarni ko'rgan. Men bu endi vaqti meni oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda dadam menga shu havola qilib shu sen Şinjan universitet kütüphanesinden şu Muqamga ait kitaplarni tepbergen bolsan degende men ma'qul deb shu vaqtda 20 parchaga yaqin şu Muqam ayni vaqtda bundan burun yozilgan Muqamga ait har xil kitaplarni dadamga akab bergan. Dadam şu kitaplarni yarım yilga yaqin vaqtdan ko'rib, shuningdek muhim mazmunlarni xotirlab, oldin bir tayyorlik qilib olgandan keyin undan keyin endi bu romanni yozib chiqqan. Ayrıca efendim, hepimizge ma'lum, balalar turmushiga bag'ishlangan asarlar balalarning dunyosiga, balalarning qiziqishiga, yosh aloyidligiga, balalarningki psixikasiga, tasavvuriga, shundaqlarningki balalarningki til muhiti bilan ijtimoiy muhitga yaqinlashgan bo'lishi kerak. Bu nuqtalarga bu roman qurilma va til ishlatish yaqin balalarning turmushiga uyg'unlashgan. Ahmadjon Qurban Sabirining Muqam varisleri nomli kitobida til ishlatish bo'lib balalar tilini ishlatish jihatdan muvaffaqiyatlik yaratilgan ishki bo'ldi. Nimishqa deganda buningda yosh, masalan, yosh baqi cho'ng bo'lgan bir qancha avlod personajlar bor bunda. Masalan, buvay va uning buvayning bolasi va u bolasining bolasi bor. Jamiyatning nurg'un kichik bolalar bor. Bular so'zlaganda hammasi o'ziga xos til bilan so'zlaydi. Masalan, qiz bilan qizning munosabati, o'g'il bilan o'g'ilning munosabati. Yoki muqam ko'rishliklar bilan bu zamoniy usul ko'rishlikdagi bolalarning munosabati. Bularniki hammasining ro'yxati, psixik aloyidligi joyida suratlangan. So'zlashma kitob qarasak bilamiz, buningki so'zliga vaqtda shu bolalarning yishiga, shu bolalarniki xarakteriga mos holda yaratilgan. Do'qinka bu romanda Uyg'ur muqamlariga ait qimmatli uchurlarningki bir halqliq ham shundaqlayt bir xil granish ketgan bir taraflari bor. Buni bir baydidan bir badiiy usul xazinasi deb qalaman bunda. Shu Muhammadning qarshi ketgan bir ruh bor, simovlik taraflar bor, asarga jon ato qiladigan mush xiyoliy bo'shliq bor, fantaziya bor, kuchli tasavvur to'yilgan bir dunyo bor.
Şunun astığı uçurulgan yana bir turmuşçılığı var bunun dendi. Undaqda muşaqta qarğan çaqda sizningcha bu romanning muvaffaqiyatlarini biz qaysi taraflardan shayalab baqsaq bo'lar? Muqam varislaridan iborat mushu roman o'zgacha uslub bilan maydonga kelgan roman. Asarning qurilmasi intayin mukammal. Masalan, asar boshlanishida Boy Abduvali degandek, mushu muqamga varislik qilish masalasini yo'ritib berish uchun bir muqamshunaslar oilasini, ya'ni zamonaviy dunyodagi cho'ng shahardagi bir oilani uyutqi qilib boshlandi. Ondan keyin 3 avlodning, ya'ni muqamga varislik qiluvchilarning mushu bir xil asardagi ma'naviy muhitga aylanishi gavdlandi. Demak, bu orqali asar noyat tabiiy boshlandi. Masalan, rak muqamining muqaddimasini aytishli boshlangandan keyin bolalarning bunga qiziqishi. Demak, bolalarni shu asardagi badiiy muhitga qanday yetaklab kirishning o'zi yozuvchidan ajoyib zo'r badiiy did talab qiladigan masalada. Shuningda endi mushu tarafni aytgan vaqtda asarning qurilmasi muvaffaqiyatli chiqqan. Asar qurilmasi boshdan oyoq intayin bir mukammal organik bir gavda sifatida qurashtirib chiqilgan. Demak, asarningki bu bayon shakli ajoyib rangdor chiqqan. Demak, bizni bir xil o'zgacha ajoyib bir jalbkor bolalar dunyoga boshlab kirdi. Bolalar o'zining dunyosida yashaydi, fantaziyaga bora oladi, qaytib kela oladi. O'ttir bu yerda-chi desa, bolalarni reallikdan qanqitishga, xiyoliy dunyoga opirishga, fantaziya muhitiga bo'lashga, u yerni ham yondirib kelishga ajoyib bir badiiy yo'l topgan. Abdulay hamda boya sizmi o'zingizniki shu o'qirmanlik hissiyotingiz bilan romanning muvaffaqiyatlarini qistirib o'tdingiz. Shunday. Yana sizdan so'rag'im keladi, bu bir ballani obyekt qilgan, shunaqla cho'nglarning muhitiga mos kelgan roman bo'lib bilan. Mush roman nashr qilinib o'qirmanlarimizga bo'lib, bola o'qirmanlarimizdan yuz berishgandan keyin roman haqida ballarimiz o'tirisida bir munozara, fikr talablar bo'ldimi? Albatta, menmo shu romanni qo'lga olgandan keyinla intayin qizg'inlik bilan o'qib chiqdim desam bo'ldi. Boshdan oyoq menda qilchilik, zerikish, bizarlik tuyg'usini hosil qilmadi. Ilqi xuddi ko'p qismli televiziya teatrini ko'rayotganga o'xshash, yana keyni qanday bo'lganda, hatto o'zimningki kitobni o'qish salmoqi miqdorini oshirib yetdim. Uning ustiga bu asarningki boshdan oyoq yana avtorga bo'lgan qoyilliqim, hurmatim texim oshdi. Chunki har qanday bir bolalar turmushiga beg'ishlangan asarni yozgan bolalar yozuvchisi cho'qim birsi son jihatdan ko'p material egallash bilan birga yana sifat jihatdan alohida diqqat qilish kerak. U bo'lsa-mu shu o'zi yo'ritmoqchi bo'lgan obyektningki turmushini egallashi, shu bolalarning masalan hamda bu bolalar turmushiga beg'ishlangan roman bo'lganligi uchun bolalarningki ehtiyojini egallashga alohida ahamiyat bergan. Ham kuzatuvchi, ham tadqiqotchi, ham ustoz, ham onu bo'la olgan. Shunda bo'lganligi uchun mush bolalarningki ichki hissiyoti, ularningki ichki dunyosi, ideviy hissiyotlari, turmush qiziqishlari, havaslari, hatto til, harakat aloyidliklarigacha shunchalik atrofli kuzatgan. Undaqda mush roman nashr qilingandan keyin siz mush tanqish o'qirmanlaringiz, do'stlaringiz bilan mush roman haqida fikrlashib baqdingiz. Fikrlashib baqdim. Yaqinda Urumchi shahar 23-o'rta maktabga berib, shu maktabdagi o'quvchilarga bir leksiya so'zlash fursati kelib qoldi. Shunda men shu leksiya jarayonida mush muqam varislarininki tavsiyasini qildim. Endi bu muqam varislarini tunishtirishni men bir xil bu burush tuyg'usi darajasiga ko'tarib his qildim deb o'ylayman. Chunki buni bir xil ishtiharli ekanmiz odam. Chunki bu muqam varislarini o'qish orqali g'ayriy moddiy madaniyat mirosiga nima uchun shunda bo'ldi deganning sababini biz topa olay ekanmiz. Shuningga bu asarni savodoshlarim bilan bola o'qirmanlar bilan so'zlashish, munozara, muloyiza qilish jarayonida bolalarningki hammasining bergan fikrini o'xshash birdek bo'ldi. Yaxshi edi. Shu roman ularga nisbatan bir tarbiya ahamiyat rol o'ynagandakmi? Tarbiya ahamiyat rol o'ynagandek. Masalan, shu bolalar his qildi, men o'zimmo shu muqamningki plastinkalarni sitib olish qaroriga keldik. Biz chunki endi muqamningki plastinkalari nashr qilinib, Unson nashriyat taraflaridan chiqdi. Lekin uni sitib olganlar shu kasbiy sohadagilar bilan ular cheklangan. Endi bizmi anglasak, bizmi huzurlansak, uning usullik, marg'ullik, mashrab joylariga biz o'zimizningki usullarimizni o'ynasak, uningdan boshqa urg'ulik joylari bor, yuqori pavuzda aytilgan yerlar bor. O'shningdanmi har xil so'zlar bor.
Buma bizningki klassik adabiyotga bo'lgan qiziqishimizni, tushunishimizni urg'utishda nihoyatda zo'r rol o'ynaydi ekan. Shunga men o'ylayman, buni bo'lsa, shu bizningki zamonaviy shahar muhitidagi maktablarimizmi biz shuni o'ylashdik bolalar bilan. Chunki avtor biz bolalarningki badiiy g'oyasini, umidini chaqiriq shaklida mush asarga singdirib o'tgan. Muqam varislar romani o'zining badiiy jalbkorligi bilan davrning shundaqli tarixning siniqini o'talaydi deb qaramsiz. Tamamen shundoq deyishga bo'ladi. Chunki Muqam varislar romani bizning ma'naviy angushtirimiz bo'lgan muqamga, bizning ro'yitimizning cho'rgi bo'lgan san'atga bag'ishlangan. Balliq dunyo, rangdor dunyo. Balalar bular yengiladi. Lekin balalarning qalbi yanılı şu balaning qalbi. Undaq bo'lgan ekan, hozirgi o'qirmanlarimiz cho'ngib ketgandan keyin Abduvaliga o'xshash o'smir, yosh balalarga aylanib ketgandan keyin yana bir turkum bu balalar yetiladi. Chunki balalar dunyoning umidi, kelajakning umid chirig'i. Demak, Ahmadjon Qurbon Sabiri efendim keyingi balalarni o'ylagan. Hozirgi balalarni o'ylagan, kelajakki balalarni o'ylagan, navri chavrlarni o'ylaganda, shuningda bular masalan 10 yildan keyingi o'qirmanlarga o'xshashla huzurlanadi. Anandan keyingi 50 yil, 100 yildan keyingi bizning shu avlodlarimizga o'xshashla shuningda ma'naviy ozuq, ma'naviy ne'matga erisha oladi deb qarayman. Mushu nuqtadan aytgan vaqtida Muqam varislari romani hozirgi davrning sinig'igimi, tarixning siniqigimi? Chunki buningda tarixmi bor, tarixning ro'yi bor. Tarix o'zi bir o'lmasroq, o'lmas bir daryo, o'lmas bir iqin. Mangu davomlashadi, mangu reallashib qilish mumkin. Chunki biz mushu muqam realligidan iborat mushu xil bir madaniyatning bo'shigida allaylangan. Sonrasında men deyman, bu asar bugungi davrningmi, tarixningmi, kelajakningmi sinig'iga bardoshlik bera oladigan esil badiiy asar. Bir roman o'qigandan keyin shu roman haqida muayyan bir hasrat bo'ladi endi. Shu hasratga ham o'qirmanning qalb sadosi, ham yozuvchining qalb sadosi, ham xalqningki qalb sadosi yo'shilib ketgan bo'ladi. Buni qaraganda o'yle, mush romanning sizga eng ta'sirli bilingan qurlari, bayonlari bormi? Bor, albatta bor. Endi buningda bu asarda asosliqim shu muqam to'g'riliq, nurg'ulg'an bayotini degan kerak nazariy, tarixiy uchurlar berilgan. Uningdan boshqa yana shu men endi bir o'zim bola o'qirman bo'lib sifatim bilan bolalarningki dialoglarga takrak diqqat qildim. Chunki avtor bayotini degan kerak bolalarningki o'sha har xil shu psixik aloyidliklarni ko'rsatishga ahamiyat berganligi uchun bolalarning ko'nglini tushungan, haqiqiy qalb sadosini ifodalab bergan to'yandagi qurlarni ko'rilmalarningki o'zorg'u sunsam. Ya'ni kitobningki 244-betida g'ayrat hip-hop bilan shu Yeshilzor Aramgoyiningki direktori Yulduz xonim tunji qatim so'dilishdi. Mana shu so'di ingini yoki shu so'didan iborat shu xil detalni asarga kirgizishning o'zimi bu avtorningki bir nayt bir zo'r talanti deb aytishga bo'ldi. Masalan, buningda qaraydigan bo'lsak, bunda qurulur bor. G'ayrat amalsiz uning gapini bo'lib o'tishga majbur bo'ldi. Hada hozir bizning imtihon vaqtimiz, gap bo'lsa, udildigan bo'lsangiz, g'ayrat oldiga keltirilgan xorijning shakar silingan qizil chiyini o'tlab qo'yib shundaq dedi. Ha, to'g'ri, hozir sizlarning imtihon vaqtinglar. Ayol hijolat bo'lgandek gapini davomlashtirdi. Nahkatga kelsak, ta'tilda ko'chib so'lib turjukinglar boshqa yerlarga berib o'yin qo'ymaydigandu? Yo'q, g'ayrat qisqacha javob berdi. Undaq bo'lsa pek yaxshi bo'pti. Ayol hayajonlanib o'rnidan turib ketdi. O g'ayratlarga bekli qiziqib qolgandek qiladi. Biz sizlarning ta'tillik vaqtinglarni sitib olaylik degan. Ayolning sitib olaylik degan gapi pek qo'pol anglang'achqa bu g'ayratning g'ururiga tegdi. Shunga u ayoldan so'radi. Sizchi pulga hammani sitib olg'il bo'ldi ekan-da? G'ayratning bu savoli xuddi cho'ng odamlarningkidek pek kuchli chiqdi. Mana mushu so'zning o'zidan mana sitib olaylik degan shu bir so'zga o g'ayrat diqqat qilgan, u g'ururga tekkan. Mushunchalik bir kichik detaldimi, amaliyotda bir kichik detal, lekin uningki mazmuni, hikmati intayin cho'nqur. Qadrli ko'rman do'stlar, Muqam varislari nomli bu roman nashr qilingandan keyin Markaz xalq radio stansiyasi bu romanni anglatdi. Bu romanni mashhur ovoz artisti Qalbinur Elnazi xonim o'qidi. Bu romanning Uyg'urcha anglatilishi Uyg'ur anglag'uvchilarining hujjari hujjaylari singib ketdi. Mush munosabat bilan biz
Qalbinur Elnaz xonimning mush romanini o'qigandagi ta'sirotini ko'rman do'stlarning huzuriga sunduq. Marhamat. Mən Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının balalar proqramısında 2 ildən beri balalarga çöçək sözləb kelyapman. Muş 2 ildən beri mən bolubmu mərhum Əhmədcan Qurban Sabri akımızның Əl-Qutның əl içidəki ziyarəti, Yalğançı Tuzluqның sərgüzəşləri, muşның oxşaş bir qancha balalar romanlarını oxudum. Bolubmu Muqam Varislərini namlıq balalar romanını oxugandan keyin bu roman məngə qattiq təsir qildi. Çünki bu roman Uyğurlarning qimmatli boyligi bo'lgan 12 muqamni nihoyat tushunishli qilib ta'sirlab bergan. Bu romanning voqealigi intayin qiziqarli, ya'ni bugungi bolalarning real turmushi bilan tarixiy voqealiklar nihoyat obdan kiralashtirilgan. Bu romanni o'qigandan keyin men keng radio anglag'uvchilarining nurg'ulgan telefonlarini topshirib oldim. Ular bu romanning nihoyat yaxshi yozilganligini, hatto bo'libmi ota-onalar ko'proq telefon qilib qoldi. Qalbinur, bu romanni anglatganinglar bek yaxshi bo'ldi, chunki hozirgi bolalarimiz bizniki mushundaq bizning qimmatli boyligimiz bo'lgan mushunga o'xshash 12 muqamni tushunishini yetarsiz. Bu romanni siz anglatgandan keyin biz hatto ota-onalarmi vaqtimizni chiqarib bolalarimiz bilan birga kunda anglashni o'zimizga odat qildik. Hatto shu roman o'qib tugalgandan keyin shu bolalarga qarasam, o'zimizning bolalardan bir xil 12 muqamga bo'lgan tushunishi, san'atimizga bo'lgan tushunishi bir necha baldaq o'rildi deb nihoyat xushib ketib. Shunda qadrli ko'rman do'stlar. Sharq muzikasining go'hri deb shuhrat qozongan 12 muqam xalqimiz aql farosatining javhiri. Xalqimiz hayotining hamma taraflarini muzikalik til bilan bayon qilib beradigan cho'ng tipdagi badiiy qomus. Yurishlashtirilgan, qiliplashtirilgan nodir muzika asari. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Muqam ro'yi hammamizga ro'yi uzuq bo'lg'ay, xayr xo'sh.